davlat ishidan ketayotgan paytimda menga aytishgandi, xato qilsan, bir oydan keyin yalinib kelasan, qaytadan ishga olinglar deb. Ko'chada sanqishchiki men oylikda kutib turgani yo'q deyishgandi. Endi Allohga tavakkal dedim. Ketdim to'g'risi. Ota-onamga telefon qildim. "Mana shu formani yecholman" dedim. Uyda ayolimga aytdim. Endi oldingi hafta stabilniy oyligim yo'q. Balki uyda go'sht olishga ham imkoniyatim bo'lmay qolar. Balki qotgan non yeyishga to'g'ri kelib qolar. Nima deysan shunga deb endi baribir oila asosiysi ko'nglingiz yoqadigan ish qiling, qanasi ko'nikamiz deyishdi. Oilam birinchi o'rinda oilam to'g'ri tushundi. Men qarorimni. Men ko'chada hech qanaqa men kutib turgan katta bir zapas pulim yo'q edi, yo nimadir oborotim yo'q edi. Ishonganim mana shu joyin platforma bu ham yarim yo'lda edi. Hali yuradim yo'qmi? Instagram sizga nechun foyda keltiradi joymi? Rasxodlardan tashqari ish qilingan. Oldinlari qachon plastikning oyligim tushar ekan deb kutadigan summamni bir kunda topaman. Demak, oldin bir oy ishlagan kuningizga hozir bir kunda topasiz. Bir kunda. Avvalosi Allohga shukr. Bir tarafda rizq yopilsa, boshqa tarafda ochilar ekanda.